Assalomu alaykum barchaga. Bizni juda yaqindan kuzatib turgan aka-ukalar, obunachilar. Xudo xolasa yangi obyektimizni boshladik. Tomga penalonboz quyish jarayoni hozir bir qator qanday quyiladi, mahsulotimiz tarkibida nima bor, kelgan loyidan qanday afzalliklari bor, barchasi haqida batafsil ma'lumot berib o'tamiz. Hozirgi manzilimiz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanida quyapmiz. Do'stlar, ko'rib turganlaringiz quyish jarayoni. Bu penalonbozimizni joyida tayyorlab, materialni tagiga tashlab, joy tayyorlab olgandan keyin ko'rib turganlaringiz bir boshdan quyib kelaveramiz. Ustma-ustun shunda o'zi uryini chiqaradi, razmeri chiqaradi. Xo'p, bu mahsulotlarimiz tarkibida endi biladiganlar uchun yangilik emas, bilmaydiganlar uchun bir qator gapirib o'tamiz. Suv quyiladi, mana ko'rib turganlaringiz. Gips tashaladi, sement qo'shiladi, bu apparatimizdan mana penas qo'shiladi. Shularning aralashmasi quyilaveradi. Bu quyib turgan mahsulotimiz loydan 2-3 barobar yengil bo'ladi, yorilmaydi, keyin yonmaydi bu narsa. Shunday holatda aralashtirib quyilaveradi. Boshida suyuq bo'ladi. Quyilgandan keyin 5 minut 10 minutda qatiydi, ustida bemalol yuradigan darajada qatiydi. Lekin qurib ketishiga shu picha vaqt kerak bo'ladi. 15 kun 20 kun vaqt kerak bo'ladi. Mana do'stlar, bu taraflarimiz quyib olingan taraflar tayyor, bemalol ustiga chiqib tomda yopilaveradi, pataloyda ham qilinaveradi. Lekin shu o'zi chisti qurib ketishiga 15 kun 20 kun vaqt kerak bo'ladi. Ko'rib turganlaringiz, shunday holatda qo'yamiz, shunday holatda qoladi bu narsa. Izolyatsiyani zo'r ushlab beradi, loy suvoqqa yorilib ketmaydi. Vazni ham 2 barobar loy suvoqdan yengil. Bemalol yupqa bosilib qo'ygan loy suvoqlar ustiga ham quysak bo'laveradi. Xizmatimiz O'zbekiston bo'ylab. Shu ekranda nomerlarga telefon qilib zakaz qilaverasizlar. Rahmat hammaga, sog' bo'lasizlar.